Viktor doimo har qanday xonadagi eng aqlli bola bo'lgan. U o'zgacha edi. Oldinlari u mehribon va g'amxo'r edi. Endi bo'lsa, u yaxshi ko'rgan hamma narsani undan olib qo'yishdi. Men uni o'zini yo'qotib qo'yganini bilar edim, lekin uni butkul singanini tasavvur ham qila olmas edim. Viktor, Did you do this? buni sen qildingmi? All of you Sizlar hammangiz have lived, o'g'irlangan hayotlarni stolen lives. yashab keldinglar. But now you must. Endilikda ularni hammasini qaytarib berishingiz kerak. Menga javob ber, Viktor. Buni sen qildingmi? I swear. Senga shuni qasam qilamanki, men seni do'zaxga ravona qilishimdan oldin mendan uni so'raysan. Do'zax menga bo'ysunur. Zero men yomon durmen. Xullas, menga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tez orada men buni tahlilini chiqaraman.